Tezlaq 2022 yıl 9. ayının 17. günü hürmetlik vatandaş. Endiki mavzu Xi Jinping Beijing'de çataq çıkıştan korkup Şanghay Hemkarlıq Təşkilatının yığınıdan bevosita aeroportga yetib kelib, yerim kechida davlatiga qaytdi. Mavzuli xabar 9. ayının 16. günü yangi tongliqlar orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Kompartiyasining sekretari Xi Jinping 3 kunlik O'rta Osiyo ziyarati teqi tugmay turibla aldirab tinab Beijingga qaytib keldi. O Şanghay Hamkorlik Təşkilatı yığını uyushtirgan ziyofatga qatnashmayla qolmasdan, balki yig'in maydonidan aeroportga bevosita yetib kelib, 9. ayının 16. gün yerim kechida davlatiga qaytib keldi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Xi Jinping davlat ichida Xi Jinping qarshi kuchlarning harakat qilishidan ansirdi. Yolg'on gap bu, buning ishonmanglar. Kompartiyaning organ gazeterimiri bu 9. ayının 17. günü xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Shu yer vaqti 9. ayının 16. günü tushdan keyin Xi Jinping yig'in maydonidan bevosita aeroportga yetib kelib, davlatiga qaytdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 9. ayının 16. günü yerim kechida Xi Jinping Beijingga qaytib keldi. O'xshashli bir aeroplanga o'ltirib Beijingga qaytib kelganlar. Safardoshlar qarangizmi? Markaziy sekretariatning sekretari Deng Shexiang, Markaziy komitet diplomatiya ishlari ishxonasining mudiri Yang Jiechi. Demek Yang Jiechi bor ekan, bu yerda Xinjiang masalasi bor deb bilaman vatandosh. Yang Jiechi davlat sovetining a'zosi, qo'shimcha tashqi ishlar ministri Wang Yi, mana ko'ring. Mamlakatlik siyosiy kengashning muavin raisi, davlat taraqqiyot va islohot komitetining mudiri He Lifeng qatorliqlar bir aeroplanda birga qaytib keldi. Iqlim masalalari obzorchisi Ye Shan 17. kuni mundaq ko'rsatdi. Xi Jinpingning 20. qurultay harpsida ziyoratga chiqishi aslida kishilar 20. qurultayda Xi Jinpingning qayta saylanganligining muqimlashganligini ko'rsatib berdi deyishgan. Hamda hozir Xi Jinpingning yerim kechida Samarqanddan Beijing qaytib kelganligidan qaraganda Xi Jinpingga qarshi kuchlarning harakat qilayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Xi Jinping 9. ayının 16. günü Şanghay Hamkorlik Təşkilatı'nın yığınıga qatnaşqanda o çok oshkora mundaq bildirdi. Kelgusi 5 yil ichida Şanghay Hamkorlik Təşkilatı'ga a'zo davlatlarga 2000 nafar qonun ijro qilguvchi odamlarni avatib, terroristlarga qarshi turish, tarbiyalash bazasi quramiz. Ala şehrini. Mana ala şehrini deb o'ldirgan vatandosh. 2000 nafar qonun ijro qiluvchi odamlar. Bular 2000 nafar soqchi yoki qurolliq soqchi qismlar degan gap vatandosh. O'rta Osiyoga vatandosh juma. Avatib terroristlar qarshi turish, tarbiyalash bazasi quramiz. Şanghay Hamkorlik Təşkilatı'ga a'zo davlatlarda ranglik inqilob portlashning oldini olamiz va siyosiy hokimiyatdan ayrilib qolishdan saqlanamiz. Xotirjam bilan rais Xi Jinping hozir O'rta Osiyo ellarida ranglik inqilob tahdidi yo'q, siyosiy hokimiyatdan ayrilib qolish tahdidi yo'q. Faqatla bu tahdid sizning nazaringizdagi tahdid eg'izga ololmaydigan, oshkora aytolmaydigan tahdid dal mushu davlatlarda yashayotgan Uyg'urlardir. Siz bu Uyg'urlarni hozir tahdid deb qarayapsiz. Bu Uyg'urlarni tahdid deb vatan, mustamlik vatan Uyg'uristonda nazarband qildingiz. Hozir oila va uylarda tunigun och qo'yib o'ltirgan bo'lsangiz, endilikda oila va uylarda virusdan mudofaa ko'rish bahonasida bu uylarga dori chechyapsiz. Nima dura?
Bu Dori Çeçe sizden Taşkent Semerkant'tan qaytib kelayotgan safaringizni bir kecha bilan tag'li boshlandi. Buning sababi nima? Mashinroy efendi. Buning sababi nima? Reis Xi Jinping efendi. Toshkentda Vladimir Putin bilan ko'rishiblar. Uyga nazarband qilingan Uyg'urlarga Dori Çeçeş bu nimadan derak berdi? Reis Xi Jinping Mashinroy efendi. Sizlar aldırab qelyapsizlar yoki Uyg'urlar biz aldırab qelyapmiz? Bizadi kim? Nimaga cho'chiysizlar? Jungolik efendilar Mashinroy. Reis Xi Jinping. Nima gap bu? O'g'il suluvlab, yana uning ustiga dezinfeksiya nomi Dori Çeçeş degan nima gap? Nima Dori sizning chachidig'ingiz Reis Xi Jinping? Mashinroy efendi. Şundan qaraganda 15-16 kunida aeroplanga o'ltirib Samarqanddan darhol qaytib kelishdan hech kimga aytqilib bo'lmaydigan nayt sirliq bir tarafi bormi nima Reis Xi Jinping?